Yasiz. Assalomu alaykum aziz ibrat farzandlari loyihasi kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan grek tili 3-darsda ko'rishib turibmiz. Bugungi darsimizning mavzusi grek tilida undosh harflar ta simfona, undosh harf birikmalari, dipsifa simfona va sen qayerdansan yoki siz qayerdansiz apopu isi yoki apopu isda savol berib, unga javob berishni ham o'rganib olamiz. Demak, grek tilida undosh harflar 17 ta. Hozir sizlar bilan grek tilida undosh harflarning so'zda talaffuz xususiyatlarini birga o'rganib olamiz. G'amma, kappa, lamza, hi, ni harflardan keyin i tovushi yoki e tovushidagi harf yoki harf birikmalarimiz kelsa, biz yumshoq talaffuz qilar ekanmiz. Ya'ni biz alifbo o'rganganimizda, birinchi darsimizda g'amma harfini g'e tovushi deb o'rganganmiz va misol uchun g'ata deb talaffuz qilganmiz. Ahamiyat bering, g'ata, g'e tovushini beryapti. Agar g'amma harfimizdan keyin i va e tovushlari kelsa, bu harf yoki harf birikmalari, ya'ni tovushlari kelsa, biz bu g'e harfini yumshoq talaffuz qilar ekanmiz. Masalan, yi, ahamiyat bering, g'i emas, yi, yineka, keno, kipos, leksi, ligo, hilia, ohi, ne, nisi. Ahamiyat bering, harflarni g'amma, kappa, lamza, hi, ni harflarini yumshoq talaffuz qildik. Keyingi qoidamizda sigma harfimizdan keyin vita, g'amma, velta, mi, ro, b, d, g harflarimiz kelsa yoki harf birikmalarimiz kelsa, biz uni z deb talaffuz qilamiz. Masalan, kozmos, ahamiyat bering, s kosmos emas, kozmos, kurazmenos, zvino deb talaffuz qildik. Keyingi qoidamiz, agar ikkita undosh harf, ikkita bir xil undosh harf yonma-yon yoki bir so'zda ikkita undosh harf yozilsa yoki ketma-ket ikkita undosh harf kelsa, biz uni bittasini talaffuz qilamiz. Masalan, savato, ahamiyat bering, ikkita undosh harf savvato emas, bittasini talaffuz qilamiz. Savato, gramma, ipodromos. Savato, gramma, ipodromos. Grek tilida ikkita undosh harfdan tashkil topgan tovushlarimiz mavjud. Aziz kuzatuvchilar, e'tibor bergan bo'lsangiz, grek alifbosida b, d harflarini uchratmadik. Demak, ikkita undosh harf birikmamiz, masalan, mi va pi harf birikmamiz b tovushini berar ekan. Masalan, bala. Agar biz bu qoidani bilmaganimizda mp bala bo'lardi, to'g'rimi? Unday emas. Ya'ni mi pi harf birikmasi b deb talaffuz qilamiz. Masalan, bala. Endi yana bir qoidamiz, agar so'zni boshida kelsa, b deb talaffuz qilamiz. So'zni o'rtasida kelsa, m ni ham talaffuz qilamiz. M, b tovushini beradi. Misol uchun, ombrella, ombrella. Ahamiyat bering, ombrella, ombrella. Keyingi harf birikmamiz, ni, taf. D deb talaffuz qilamiz. Misol uchun, domata, domata. Eslab qolamiz, ni, t, ni, taf harf birikmamiz d deb talaffuz qilamiz so'zni boshida. Domata.
So'zni o'rtasida esa nd. N'ni ham talaffuz qilamiz. Masalan, kendro. E'tibor beramiz. Kendro. N harfini ham talaffuz qildik. Keyingi harf birikmamiz taf va zita. Z deb talaffuz qilamiz. Masalan, dzaki. Dzaki. Keyingi harf birikmamiz taf va sigma. Taf va sigma harf birikmamiz C deb talaffuz qilamiz. Masalan, tsanda. Tsanda. E'tibor beramiz. Taf, sigma harf birikmamiz C va ni va taf harf birikmamiz nd talaffuz qilardik. Demak, tsanda. Tsanda. Keyingi harf birikmamiz g'amma kappa. G'amma kappa harf birikmasi G deb so'zni boshida talaffuz qilamiz. Masalan, garaz. Garaz. So'zni o'rtasida esa ng. Ng. Pangrati. Pangrati. Keyingi harf birikmamiz g'amma va hi. G'amma hi harf birikmamiz nh talaffuz qilamiz. Masalan, elenxos. Elenxos. Biz sizlar bilan bundan oldingi slaydimizda ikkita undosh harf bir so'zda ketma-ket kelsa, bittasini talaffuz qilamiz deb qoida o'rgangan edik. Lekin faqatgina g'amma harf birikmamiz ng tovushini beradi. Misol uchun, fengari. Fengari. Grek tilida ikkita yoki uchta harf birikmasidan tashkil topgan tovushlar mavjud. Bular juda ko'p emas, lekin bularni ham bilishimiz kerak. Masalan, yasiz salom so'zida e'tibor bering. G'amma, epsilon, yota, alfa. Agar bularni, bu qoidani bilmasak, biz buni umuman ya deb talaffuz qila olmasdik, to'g'rimi? G'amma, epsilon, yota, alfa harf birikmasi ya tovushini beradi. Misol uchun, yasiz. G'amma, yota, alfa harfimiz ham birgalikda kelsa, ya deb talaffuz qilamiz. Keyingi harf birikmamiz g'amma, yota, o, ya'ni yo deb talaffuz qilamiz. Masalan, yorg'oz. Keyingi so'zimiz yos. Yos. Agar biz bu qoidani bilmasak, tasavvur qiling, biz qanday bu so'zni o'qiymiz? G'iyos. Tilimiz ham kelishmaydi. Yos. Yorg'oz. Aziz kuzatuvchilar, biz sizlar bilan undosh harf va undosh harf birikmalarini ham o'rganib oldik. Endi sizlar bilan dialogimizni davom ettiramiz. Apupu isi yoki apupu ista deb sen qayerdansan yoki siz qayerdansiz deb savol va unga javob berishni ham hozir o'rganib olamiz. Apupu isi savoliga sen qayerdansan deb ego so'zi ko'pchiligimiz bilamiz. Psixologiyada ego so'zini ko'p ishlatiladi. Ego deb. Lekin bu rus tilidan kirib kelgani uchun g'amma harfini g deb talaffuz qilingan. Aslida esa g. Ego. Ego. Ego ima apoto Uzbekistan. Ego ima bu I am. Ego ima I am. I am from Uzbekistan. Ego ima apoto Uzbekistan. Men O'zbekistondanman deb ego ima apoto O'zbekiston. Bu yerda ego so'zini ishlatsak ham, ishlatmasak ham bo'ladi. Ya'ni ego ima apoto O'zbekiston yoki ima apoto O'zbekiston deb javob bersangiz ham bo'ladi. Aziz kuzatuvchilar,
grek tilida dialog tuzishni davom ettiramiz. Bugun biz sizlar bilan salomlashamiz, ismimizni so'raymiz, qayerdanligimizni so'raymiz va tanishganimizdan xursandligimizni aytamiz. Demak, dialogimizni boshladik. Pama. Ясас. Possas Lene. Apopu iste. Heropoli. Bir-birimizni tushundik deb umid qilaman. Agar biz shu dialogimizdan savollarini olsak, biz o'zimiz haqimizda ma'lumot qisqacha bo'lsa ham ma'lumot bera olamiz. Ya'ni, ясас Melene Surayo ima apoto O'zbekiston. Salom, mening ismim Surayo, men O'zbekistondanman. Aziz kuzatuvchilar, possas Lene apopu iste savollarga izohlarda javobingizni kutib qolamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha ясас na iste kala. Sog' bo'ling.